Salam turdoshlar, Mantlat taratqusi tayyorlagan kino va ta'sirat programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Bugun bu huzuringlarda bo'lgani Amerika hikoya filmi Qonliq bilyard. Bilyardning nihoyat qimmatli zinnat buyum ekanligini hammamiz bilamiz. Nafs bezilgan, ko'zni chaqnatadigan bilyard boylikning, martabaning simvoli. Shundaq bo'lgan ekan, asli bilyard chiqadigan davlat yoki rayonga boylik elib kelsa to'g'ri bo'ladi. Lekin erixlardan bilyard taqadigan Afrikadagi Sierra-Leon davlatiga bilyardning elib kelgani bo'lsa tugmas balo qiza ham qirg'inchilik. Sierra-Leonda bilyardning zapas miqdori nihoyat mo'l bo'lib, haqiqiy bir bilyard makoni deyishga bo'ladi. Shunga taraqqiyot topgan davlatlardagi bir qism pullarlar arzon bahada bilyardga erishish uchun atkaz qilingan bilyardga qurol yarog' tegish orqali bir qism hukumatga qarshi kuchlarni, ya'ni inqilobiy armiyani qurollantirib, bu davlatni ichki urush patqiga patirib qo'ydi. Ular yana ichki to'qinishdan oxirlashib qolmaslik uchun, ya'ni hukumat armiyasini qurol bilan ta'minlab, shu orqali inqilobiy armiya bilan bo'ladigan atkaz almas so'sining izchilligiga kafolatlik qiladi. Albatta bu puldarlar jonga zomin qurollarning qaysisining haqqoniyatga vakillik qilganligiga qiziqmaydi. Ular uchun birdan-bir haqqoniyat yanchiqiga millionlab kirayotgan dollar edi. Zulumning bu davlatga nurg'un Afrika fuqarolaridek oddiy bir inson bo'lib, beliqchilik bilan o'z oilasini qamdaydi. Uning kunda necha 10 kilometr yo'lni piyoda besib berib kelib o'qiydigan o'g'li Diyaning cho'ng bo'lganda doktor bo'lish orzusi bor. Demak, bu bir oila kishilari boy bo'lmasmi, bayoshat yashaydi. Öz o'qida davomlashayotgan kunlarning birida Zulumning darsdan tushgan o'g'lini amdil qaytarib kelishiga inqilobiy armiya ularning kentiga tuyuqsiz hujum qiladi. Hujumda nurg'un odamlar o'ldirilib, Zulumning qatorliq bir qism kishilar tutqun qilindi. Qurolliqlar bu tutqun qilinganlarni Almas koniga olib majburiy almas izdiga soldi. Almas konda chivinchilik almasni yushirinish tiqilishmi bevosita o'lim bilan uchrashadigan cho'ng ish edi. Ammo boylik va erkinlikning jalb qilish kuchi hayotlikdan jiq ustun bo'lsa kerak. Almas kondagi ta'lalik Zulum'inmi tuxumchilik cho'nliqda suzuk ranglik almas deb bo'ldi-da, uni tiqvomoqchi bo'ldi. Lekin uni inqilobiy armiyaning boshlig'i bayqab qilib, almasni qaytarib olguncha hukumat armiyasi hujum qilib kelib, bu kon rayonini ishg'ol qiladi. Shundaqla Zulum'in ham hukumat armiyasining boshlig'i qatorliqlarni turmaga olib Zulum'in turmida filmimizning bosh qahramoni Archer bilan uchrashdi. Archer bo'lsa almas atkaz qiluvchilarning biri bo'lib, almas tepish ham uning xaridor tepib, qurol yaroqqa almashtirish ishlariga mas'ul edi. Lekin bir qatimliq almas so'risini tamomlab, almasni elib qaytish yo'lida hukumat armiyasi tomonidan bayqilib qilib, turmaga tushib qolgan edi. Archer turmada Zulum'ning nihoyat cho'ng almas deb bo'lganligini anglaydi. Ham bu almasni qo'lga tushirmoqchi bo'ladi. Archer o'zining sheriklarining yordamida turmadan chiqqandan keyin Zulum'ni turmadan qutuldirib chiqishni avval qiladi. Turmadan chiqqan Archer dengiz sohilidagi qavoqxonada muxbir qiz Mandi bilan uchrashib qoladi. Mandi amerikalik bo'lib, Afg'oniston, Bonsiya qatorliq yerlarda urush muxbir bo'lib, Afrikaga kelgili endi bir necha oy bo'lgan edi. Afrikadagi ichki urush va qonliq qirg'inchilikni o'z ko'zi bilan ko'rgan Mandi bu qirg'inchilikning almas atkazchilar bilan bevosita munosabati borligini bilsa-mu, lekin qo'lida dalil isbot bo'lmaganlikdan buni jamoatchilikka oshkorlamayapti. Dal mushundaq vaqtda almas atkazchisi Archer bilan tanishib qilish haqiqatanmi taqdirning o'rlashtirishi deyishga bo'ladi. Mandi Archerdan o'ziga yordam qilib atkazchilik guruhini pash qilishni o'tinadi. Lekin Archer bir tarafdan atkazchilik elib kelgan manfaatdan kecholmaslik, yana bir tarafdan atkazchilik guruhining o'ziga ziyonkashlik qilishidan qo'rqqanligi uchun Mandining bu talabini rad qiladi. Zulum'in Archerning yordamida turmadan chiqqandan keyin Archer uni izlab boradi va uningdan o'chirib qo'ygan hilqa almasning o'rnini aytib berishni o'tindi. Lekin Zulum'in o'zining hech qanday almas o'chirib qo'ymaganligini aytib turib oladi. Ikkilar shundaq datalash qilayotganda inqilobiy armiya ular turayotgan shaharga bostirib keladi. Butun shahar urush maydoniga aylanib ketadi. Shunda qalayimqanchilikda Archer Zulum'in rad qilolmag'idek shart bilan sodilishadi. Ya'ni Archer urush qalayimqanchiligida yo'qolib ketgan Zulum'inning oilasidagilarni tepib beradigan, Zulum'in bo'lsa o'z o'chirib qo'ygan almasni Archerga beradigan bo'ladi. Ikkilar ming bir jafoda urush o'tida qolgan shahar rayonidan qochib chiqib, muxbir Mandini izlab bordi. Archer Mandiga o'zining yordamlashib Zulum'ning oilasidagilarini tepishib bersa, o'zining almas atkazchiligiga aloqador qimmatli dalil isbotlar bilan ta'minlaydiganligini aytdi. Va shundaqla bu qimmatli almasni qo'lga tushirgandan keyin ikkinchilab almas atkazchilik qilmaydiganligi to'g'risida va'da berdi. Zulum'in Archer va Mandining yordamida Kongo chegarasi atrofida o'g'irlashtirilgan millionlagan musofirlar orasidan xotin bolalarini topdi. Lekin cho'ng o'g'il Diya inqilobiy armiya tomonidan tutqun qilingan edi. Shuning bilan Zulum'in Archer bilan birlikda ko'mib qo'ygan almasni tepish va o'g'li Diyani izlash uchun almas yo'shirilgan almas koniga yetib keladi. Ular almas koni atrofidagi kentga kelganda Zulum'in o'g'li Diyani topadi. Lekin Diya bu vaqtda o'zgarib boshqacha odam bo'lib qolgan edi.
Asli inqilobiy armiya bolalarni tutilgandan keyin har xil ming yuyish orqali ularni haqiqiy bola askar qilib yetishtirib chiqqan edi. Ular diyani qutuldirib bo'lguncha inqilobiy armiya askarlari tarafidan bayqilib qoladi. Ölüm qash bilan kirpikning orqasida qolgan dal shu paytda Almas atkazchilik guruhining to'liq qurollangan yollanma askarlari kelib inqilobiy armiyaning askarlarini yo'qotdi va Zuluminni hech cho'ng almasni tepib berishga zo'rlaydi. Zulumin amalsiz ko'mib qo'ygan almasni tepib chiqadi. Dal shu vaqtda Archer Almas atkazchisini o'ldirib etib Zulumin bilan birlikda qochib ketmoqchi bo'ladi. Afsus qochib ketayotgan jarayonda Archerga o'q tegadi. O'zining amon qolmaydiganligini his qilgan Archer oxirida almasni Zuluminga berdi va uni o'zini elib ketishga kelgan aeroplanga chiqarib qochirib o'tdi. O'zi bo'lsa hayotidan ayrildi. Zulumin qochib qutulgandan keyin muxbir qiz Mandina topdi. Ular almasni elib Londonga kelgandan keyin atkas almasni setib olgan xaridor bilan aloqalashdi. Ham qo'lidagi holrang almasni yuqori bahoda sotdi. Mandi bo'lsa hamma jarayonni maxfiy suratga olib oldi. Ham almas atkaschiligining abdi basharsini jamoatga oshkorlaydi. Her saatga tinchlikparvar kishilarning o'rtoq kuch chiqarishi bilan Siraliondan atkaz qilinib kelgan yo'llarning hammasi bechit qilindi. Xo'sh qadrli ko'ruvchilar, Matbuot taratqusi tayyorlagan kino va ta'sirot programmamiz bugun bu yerda oxirlashdi. Agar mazkur filmning to'liq nusxasini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Talat Media salonimizga qo'shilib 72 raqamini avasangiz bo'ladi.